Safarga chiqqan odam safarini tezroq nihoyasiga yetkazib, farzandini, oilasini bag'riga salomat kelishlikka harakat qilish kerak. Mol dunyo yoki bizi orzu havaslarimiz nihoyasiga yetmaydi. Eng yomon tomonini aytaman men. Bizi farzandlarimiz boshqa yurtlarda yuribdi. Alloh hammalarini salomat saqlasin. Alloh topganlariga baraka bersin. Topganlarini yaxshi kunlarga sarf qilsin. Lekin bizi qora ko'zlarimiz o'sha joylarda ishlab yuribdi. Lekin misqollab yig'gan pullarni bir kunlik orzu havasga ota-onalar sarf qilib yuborgan bo'lsa nima deysiz uni? Oilasini sharoitini yaxshilashga sarflaganda qani edi deysiz? Onasiga bir yengillik qilib berganda, ayoliga bir yengillik qilib berganda mayli edi deysiz. Lekin bir kunlik to'y uchun farzandini qanchalik mashaqqat chekib, kimlardirdir malomatiga qolib topgan pulini bir kunga sarflab o'rayotgan bo'lsa, qo'y o'sha safaringni deysizda. Achinasizda. Farzandlarimizning umrlari zoyi bo'lib ketayotganligi, kuch-quvvatlari zoyi bo'lib ketayotganligiga achinasiz. Alloh shu yurtimizga baraka bersin. Umuman bir odamning rizqi o'zini yurtida kelayotgan bo'lsa, yurtini tashlab ketmasligi kerak. Yurtida rizqi kelib turibdimi, ishlasin. Oz bo'lsa ham rizqi kelib turibdimi, shunga qanoat qilsin. Ashraf Ali Tahonaviy go'zal misolni keltirganlar. Baliqlar deydi, baliqlar odatda suvni ostidagi o't-o'lanlar bilan o'zi to'yar ekan. Shu kifoya qilar ekan baliqni kunini o'tkazgan. Lekin baliq nafsini ko'yiga kirib deydi. Ovchining qalmog'idagi chuvalchanga tashlanadi. Natijada ovchining oviga aylanadi, qurboniga aylanadi. O'zi kifoya qilardi o'sha o't-o'lanlar va hasharotlar baliqga yetar edi. Lekin nafsini ko'yiga kirib ovchining qurboniga aylanadi deydi Ashraf Ali Tahoniy. Bir insonga o'zini yurtida rizqi kelib turgan bo'lsa deydi, boshqa yurtga chiqib ketmasin deydi. O'sha rizqiga qanoat qilsin, rozi bo'lsin, Xudodan baraka bo'lishligini so'rasin deydi. Agar o'zini yurtida bir ish topa olmayotgan bo'lsa, ota-onasi qiyinchilikka tushayotgan bo'lsa, farzandlarini ta'minoti oqsayotgan bo'lsa, mayli chiqib ketsin, ishlasin. Agar o'zini yurtida rizqi kelmayotgan bo'lsa, ta'minotini qilib bera olmayotgan bo'lsa, lekin yurtida rizqi kelib turgan bo'lsa, boshqa yoqqa harakat qilmaslik kerak. Shuni farzandlarimizga yetkazishimiz kerak. Bizda nima bo'lsa, borgin ishlagin. Kim bilan ketyapti? Qayerga ketyapti? Nima ish qiladi? Til biladimi? O'sha muhitga moslasha oladimi? Sovuqmi, issiqmi deyish yo'qda bizda. Ota-ona ham bir mulohaza qilish kerak.